Do'stlar, assalomu alaykum. Shedar avtosalonidan Infinbank juda ham zo'r imkoniyatlar yaratib qo'yishdi. Gem avtomobiliga Onyx, Tracker, Captiva 5, Damas, Labo va hattoki Tahoe avtomobiliga boshlang'ich to'lov 25% pulini to'lab, qolgan summasini rassrochka, umuman foizsiz. Undan tashqari bank страховкasiga pul to'lamaysizlar, atmen bo'lgan. Va Onyx va Tracker avtomobilini xarid qilsangizlar, sizlarga cashback 1,200,000 so'mdan bo'ladi. Забери меня и прикурим Мальборо, от твоих духов сердце растаяло. Do'stlar, hozir endi Ramish aka bilan ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tib ketadilar. Shu Damas, Labo, Onyx, Tracker, bundan tashqari Tahoe avtomobillarining yillari, pozitsiyasi va qanaqa ranglari mavjud. Farid aka, mashinalarimiz nalichi 26 yillari emas. Tracker, Onyx hamma pozitsiyalari bor, ranglari mavjud. Boshlang'ich 25% to'lab, rassrochkaga 0% dan olib chiqib ketsalar bo'ladi. Damas ham 25% to'layli, 0% ga beryapmiz. Eshitishim bo'yicha страховкani ham olib tashlashga. Infinbank orqali bank ham o'zimizda o'tiribdi. Infinbank kelalar, страховка yo'q. To'laylar, mashina olib chiqib ketadilar. Ya'ni Shedar Motorsdan mashina xarid qilsalar 1,200,000 so'm cashback beriladi. Tracker, Onyxga faqat. Faqat pasport butun viloyatdan, butun O'zbekistondan kelsa, pasportga avtosalon 12 ta viloyatga qilib beramiz. Banklarimiz bor. Juda ham zo'r do'stlar. Telefon raqami yozib qo'yamiz, обязательно telefon qiling. Undan tashqari esa har bitta avtomobilni grafikini yozib qo'ygan bo'lamiz. Qiziqqanlar Ramish akadan xarid qilasiz. Avtosalonga Shedar Motorsga kelinglar, mashinani ko'ringlar, nalichi to'lab olib chiqib ketadilar. Mashinamiz nalichi. Whack on you, get up and make it work. Ain't no way I'm sitting around this now or never. I'm picking a first.